Uy bekasi bo'lish osonmas. Kun bo'yi ovqat tayyorlash, uy yig'ishtirish, farzandga qarash bilan vaqt o'tadi. Shunday paytda qo'shimcha daromad topishga vaqt yo'qdek tuyuladi. Ammo bugungi kunda uydan chiqmasdan turib ham bepul sun'iy intellektlar yordamida pul ishlashni boshlash mumkin. Tezda daromadga kirish uchun sizga uzoq vaqt talab qilinmaydi. Sizga kerak bo'ladigan narsalar: telefon yoki noutbuk, internet, bepul AI vositalar va hozir o'rgatiladigan bilimlar. Farzandingiz uxlayotgan paytda endi bepul sun'iy intellektlar yordamida bemalol uyda o'tirib ham pul ishlasangiz bo'ladi. Salom, sun'iy intellekt va dizaynga qiziqadiganlar. Mani o'ylashim bo'yicha introni ko'rib tushunib bo'ldingiz. Bugungi videorolikda biz uyda o'tirib daromad qilish usullarini ko'rib chiqamiz. Naqd 4 ta va hammasini natijasi bilan ko'rsataman. Demak, birinchi biz nimadan boshlaymiz? Biz aynan fotokartochkalardan boshlaymiz. Fotokartochkalar bu nima? Demak, uzun marketga kirsangiz, mahsulotlar bor va bu mahsulotlarni rasmi, ya'ni siz biron bir mahsulotni sifatli sun'iy intellektda rasmini chiqarib berasiz. Va hozir aytishingiz mumkin, biz mijozni qayerdan topamiz? Mijozlarga yozishimiz kerakmi deb. O'zi aslida biz pul topishimiz uchun uzoqqa borishimiz ham shart emas yoki bir mijozlarga yozishimiz ham shart emas, mijoz qidirishimiz ham shart emas. Ya'ni agar atrofga bir nazar qaratsak, bizni tanishimiz, qarindoshimiz yoki umuman qo'shnimiz biron bir biznes egasi va biz shundan boshlasak bo'ladi. Ya'ni qanday? Oddiy misol, siz rasm tayyorlab berasiz. Agar rasm ma'qul kelsa, siz uni aynan moliyaviy tarafini gaplashishingiz mumkin. Yoki-da ikkinchi usul, siz rasmni tayyorlab berasiz, bu rasmga ta'rif berishadi. Ya'ni rasm zo'r chiqibdi, menga yoqdi, menga ma'qul keldi deyishadi. Siz portfolio qilasiz. Ya'ni o'zingizga sifatli ishlarni yig'ishni boshlaysiz va endi esa qanday qilib biz rasm chiqarishni ko'rib chiqamiz. Undan oldin narxlarga to'xtalib o'taman. Oddiy misol, men mana OLX ga kirdim va OLX da bir dona banner, ya'ni bir dona rasm 70 mingdan 150 minggacha. Bir dona Instagramda aynan story 40 mingdan 100 ming so'mgacha va bir dona kartochka tovara, ya'ni oddiy kartochkalar, mana bu sun'iy intellektda tayyorlangan kartochkalar. Bular alohida 120 mingdan 300 minggacha. Va men bugun eng oson yo'llarini ko'rsataman, qanday qilib mutlaqo tekin tayyorlashni. Demak, biz ishni nimadan boshlaymiz? Birinchi o'rinda rasmdan boshlaymiz va rasmda men internetda eng sifatsiz olingan rasmni topishga harakat qildim. Birinchisi bu tapichka, ya'ni shippak, ikkinchisi esa bu jenfer yoki sviter deymizmi, farqi yo'q. Demak, biz Flow saytiga kiramiz. Flow saytini men darslarni juda ko'p chiqarganman, bu haqida ham keyin to'xtalib o'tamiz. Demak, sozdать proyektni bosamiz. Yuqorida aytdim, hamma havolani Telegram kanalida qoldiraman. Demak, biz mana bu rasmni yuklab qo'yamiz. Ya'ni birinchi shipakni rasmni yuklaymiz. Farqi yo'q, qiyshiq olib beradimi yoki umuman sifatsiz olib beradimi, sun'iy intellektda buni to'g'rilash imkoni bor. Biz bu rasmni yuklaymiz va rasm yuklanadi. Va endi esa bu yerga biz nima yozishimiz kerak? Men mana bu promptni qoldiraman. Bemalol siz ham ishlatishingiz mumkin. Har xil holatlarga bemalol mos keladi. Biz mana bu promptni olib yuboramiz. Va mana bu yerda eng asosiysi o'lchov belgilar bor. E'tibor qarating, birga bir qilsangiz ko'p aynan marketplace'lar, ya'ni shu Uzun, Wildberries, Ozonga o'xshagan bir sotuv saytlari birga bir aynan nimani ishlatadi? O'lchov belgini ishlatadi. Bu yerda 2x bu nima? Bizga ikkita rasm chiqarib beradi. Agar 4x ni tanlasak, bizga 4 ta rasm chiqarib beradi. Bizga hozir ikkitasi yetadi. Va сохранitni bosamiz va bu yerda men yuborgan prompt bilan biz aynan rasmni generatsiya qilamiz. Ya'ni bizni hozir rasmimizni oladi, umuman o'zgartirmagan holatda toza rasm chiqarib beradi. Ya'ni orqadagi fonlarini oq qilib, aynan odamning e'tiborini tortadigan darajada qilib beradi. Va siz ham buni natijada sinab ko'ring. Birinchi o'rinda siz tajriba orttirishingiz kerak. Va siz tajriba orttirgan sari sizda sifatli ishlar chiqishni boshlaydi. Bu nima degani? Birinchi o'rinda sizda o'xshamasligi mumkin. Ya'ni rasmlar noto'g'ri chiqadi, siz tushunmaysiz qanday ishlashni, lekin bitta ikkita rasmni generatsiya qilganingizdan keyin siz umumiy holatda tushunishni boshlaysiz. Qaysi rasmga qaysi stil to'g'ri keladi. Va men stillar haqida ham batafsil ma'lumotni beraman. Va biz hozir mana e'tibor qaratsangiz, rasmni generatsiya bo'lishini kutyapmiz. Bu mutlaqo tekin. Bizni rasm generatsiya bo'ldi va generatsiyani bilish uchun rasmni ustiga bosamiz va bu yerda e'tibor qaratsangiz, mana shu darajadagi rasm chiqdi. Har bitta yozuvlar saqlanib qolingan va hattoki oyoq barmoqlari ham saqlanib qolingan va bu haqiqatan juda yaxshi narsa. Endi nima qilamiz? Biz xuddi shu rasmni yuklab qo'yishimiz mumkin yoki shu rasmni ishlatishimiz mumkin. Buning uchun nima qilamiz? Shu rasmni ustiga bosamiz va ikkinchi promptni olamiz. Ikkinchi promptda fotokartochkalar uchun rasm chiqarish kerak. Bu qanaqa bo'ladi? Biz aynan mana shu promptni yozamiz va yuboramiz. Rasmni yuborganimizdan keyin bizga yozuvli, eng sifatli joyini, kerakli detallarga e'tibor beriladigan tekst, ya'ni matnlar bilan chiqarib beradi. Va bu haqiqiy fotokartochka deyiladi. Shuni o'zini ham yuborsangiz katta gap. Ya'ni siz eng oson daromad yo'li, siz rasmingizni sifatli qilib beraman. boshiga, ya'ni umuman sifatsiz olingan ko'chada, uyda olingan umuman fonlari bir buzilib ketgan joyda ham olinsa ham,
mana shunday qilib tozalab berib daromad qilishingiz mumkin. Boshida siz million topa olmaysiz, lekin sekin asta narxni oshirish mumkin. Sifat darajasi oshgan sari, stillar chiqqan sari. Oddiy misol e'tibor qarating. Bu yerda oddiy bir rasm, sifatsiz olingan, svet o'ta past, bu yerda bir soyalar baland. Biz esa sifatli qildik, ya'ni buni alohida o'sha studiyada olingandek qildik. Endi esa bu yerda alohida mana ultra yengil, shippak sirpanishga qarshi yumshoq eva material, oson tozalanadi, kundalik foydalanish uchun. E'tibor qarating qanchalik darajada detallarga urg'u berilgan va xuddi o'sha shippak aynan saqlanib qolingan va bu yerda medical shippagi deb yozilgan. E'tibor beryapsizmi qanchalik darajada oddiy 2 dona prompt orqali biz birinchi rasmni olamiz, rasmni fondan ajratamiz va sifatli qilamiz va alohida marketplace'larga mos qilib yaratamiz. Endi esa men ikkinchi ustivoshda qanday ishlashini ko'rsatib o'taman. Bu usul ham xuddi shunday ishlanadi va biz esa rasmni yuklaymiz va prompt olamiz. Yuqorida aytdim, men hamma promptni Telegram kanalimda qoldiraman va mana bunday qilib biz o'sha promptni yozamiz. Rasm to'lgandan keyin e'tibor qarating rasmni sifatiga oddiy ko'chada olingan, hattoki o'sha vershalkalari bilan. Biz esa yuboramiz. Rasmni yuborganimizdan keyin yuqorida ko'rsatilgandek rasm fondan ajraydi va sifatli bo'ladi. Bu yerda sal xatoliklar kelib chiqishi mumkin, rangda yoki umuman biron bir detal qo'shib yuborishi mumkin. Sun'iy intellekt buni boshqatdan generatsiya qilishingiz kerak. Ya'ni bu mutlaqo tekin bo'lganligi uchun bemalol ishlata oladi har bitta odam va buni men tajribada ko'rsatyapman va meni o'ylashim bo'yicha bundan oson narsa bo'lmasa kerak. Generatsiya bo'lguncha narx masalasida gaplashmoqchiman. Birinchi o'rinda siz mana bu ishni qimmatga sota olmaysiz, chunki bu oson ish hisoblanadi. Lekin boshiga odziv yig'ish uchun, ya'ni feedbacklar, bir o'zingiz ishingizga fikrlar yig'ib olish uchun bu yaxshi aynan qadam. Birinchi o'rinda birinchi qadamni qilib olish kerak va e'tibor qarating qanchalik darajada aynan rasm o'zgardi. Har bitta detal qolgan, ya'ni mana bu tugmalarigacha 100% ko'rsatilgan. Bu yerda soyalarigacha bor va siz buni tushuntirishingiz mumkin. Siz mana bu rasmni qo'ygandan ko'ra, mana bu rasmni qo'ysangiz odamlarning e'tiborini tortadi va bu o'ta toza va sifatli ko'rinadi deb reklama qilishingiz mumkin. Biz esa endi ikkinchi promptni olamiz va ikkinchi promptda xuddi shunday aynan afzalliklarni yozib qo'ygan promptni olib yuboramiz. Va bu ham aynan generatsiya bo'ladi. Va keyin esa men ikkinchi usulga o'taman. Ikkinchi usul juda oson va meni o'ylashim bo'yicha hamma bemalol daromadga chiqa oladi. Bu ham aynan mana shu Flow saytida qilinadi. Mutlaqo tekin. Demak, bizning rasmimiz aynan generatsiya bo'ldi va e'tibor qarating, qish uchun yumshoq trikotaj, sovuq kunlar uchun issiq, zamonaviy dizayn, oson parvarishlash va har kuni uslub va qulaylik. Bu yerda kichik bir detali bor, xohlasangiz olib qo'yasiz. Va e'tibor qarating qanchalik darajada sifatli rasm chiqarib berdi. Va siz mijozga mana bu rasmni ko'rsatib, siz mana bu rasmni qilib berganingizni ko'rgandan keyin odamlar natijaga pul to'laydi. Ya'ni siz natijani ko'rsatganingizdan keyin u odam pul to'lashga tayyor. Siz rasm chiqarib beryapsiz va bu mutlaqo tekin. Hech qanday siz sun'iy intellektga pul ishlatganingiz yo'q. Endi esa men ikkinchi uslubga o'taman va bu hamma uchun ma'qul keladi. Lekin undan oldin bir narsani maslahat bermoqchiman. Agar siz ham shunday qiyin promptlarni to'g'ri tushunish va sun'iy intellektni yanada chuqurroq o'rganmoqchi bo'lsangiz va eng asosiysi sun'iy intellektga siz o'zingizni nima xohlab turganingizni to'g'ri tushuntira olishni xohlasangiz, yopiq Telegram kanalimga maslahat beraman. U yerda men sun'iy intellektni o'ta chuqur tarzda va xuddi shunday ko'rsatganman. E'tibor qaratsangiz, bu yerda 11 minutdan ziyod bo'lgan aynan video dars bor. Ya'ni prompt yozish sir asrorlari. Bu yerda maqsadli prompt nima, format qanday tayyorlanadi va qanday detallarga e'tibor qaratiladi va qanday qilib sun'iy intellektga nima xohlab turganingizni tushuntirishni o'rgatganman. Oddiy tilda va bundan tashqari juda ko'p darslar chiqqan. E'tibor qaratsangiz, bu yerda mana hozir biz to'xtalib o'tamiz. Alohida mahsulotlarni gapirtirish darsi va bu yerda mana Google OmniFlash, ya'ni mana shu aynan Flow saytini batafsil ko'rsatib berganman va mutlaqo sun'iy intellektni tushunmagan odam ham bemalol ishlay oladi, sifatli va professional darajada. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, kommentariyada men havolani qoldiraman, aloqaga chiqing, batafsil ma'lumot beriladi. Endi esa men ikkinchi uslubga to'xtalib o'taman. Ikkinchi uslub haqida men naq 3 ta video chiqarganman va mutlaqo tekin. Hozirgi vaqtda YouTube kanalimda turibdi, ya'ni mahsulotlarni to'g'ri gapirtirish. Oddiy misol Flow darsi bor, bu yerda to'liq dars bor, mahsulotlarni gapirtiriladigan trend haqida va Instagram trendi, ya'ni sun'iy intellekt 2016-yilni trendi. Qanday qilib mahsulotlarni to'g'ri gapirtirish haqida. Va bu mutlaqo oson va hozir ham trendda. Endi esa men qanday qilib sizlarga shunday videolarni tayyorlashni oson yo'lini o'rgataman. Yuqorida aytgandek, har bitta promptni men Telegram kanalimda qoldiraman, bemalol olib ishlatishingiz mumkin. Demak, biz promptni olamizda va yuboramiz. Bu oson va siz promptni qanday ishlashini aynan tajriba orqali o'rganib olishingiz mumkin.
Agar sizga bu vaqtni yaxshiroq, ya'ni sifatliroq o'rganaman desangiz, o'sha yuqoridagi yopiq Telegram kanalimga kirsangiz, men prompt yozishni o'rgatganman. Demak, e'tibor qarating, biz hozir kulib turgan sariyog'ni rasmini chiqaryapmiz va hozir mana 40% bo'ldi. Va biz bu sariyog'ni endi gapirtiramiz va tayyor, sizda video rolik tayyor bo'ladi va bu mutlaqo oson. Demak, ko'ramiz. Demak, hozir mana rasmimiz generatsiya bo'lyapti va bu yerda men kulib turgan sariyog'ni rasmini generatsiya qilyapman. Sizga zakaz tushishi mumkin. Biron bir magazindan yoki biron bir marketdan yoki biron bir o'sha sariyog' sotadigan kompaniyadan va siz xuddi shunday rasmni chiqarib olishingiz mumkin. Bu yerda siz aynan promptni ustiga biron bir sariyog'ni aynan yozuvini yoki nomini yozib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerga mana ingliz tilida yozilgan va xursand bo'lib turgan sariyog'ni rasmi chiqdi. Endi biz buni videoga aylantiramiz. Uning uchun biz plus belgisiga bosamiz va oddiy misol mana bu rasm bo'lsa, biz izobrazение bo'limiga o'tamiz va добавить запросni bosamiz. Bu yerda eng asosiysi to'g'ri prompt yozish va bu promptni yuqorida aytgandek Telegram kanalimda topishingiz mumkin. Ya'ni dialog o'zbek tilida, ya'ni o'zbek tilida gapirish kerak, bunga urg'u berishimiz kerak va o'zbek tilidagi xohlagan matnda yozishimiz mumkin. Keling endi sariyog'ga mos biron bir matn yozamiz. Iltimos, meni muzlatkichga olib qo'yinglar. Bu issiqda erib ketaman-ku. Endi esa 3-uslubga to'xtalib o'taman. 3-uslubda siz aynan kollaboratsiya qilib ishlashingiz mumkin. Faraz qilamiz, siz video generatsiya yoki promptlar yozishga qiziqmaysiz, lekin montaj qilishni bilasiz. Lekin shunday odamlar borki, ular sun'iy intellektni yaxshi ishlata oladi. Ular rasm, videoni generatsiya qila oladi. Siz ular bilan kelishishingiz mumkin. Ya'ni, men senga rasmingni yoki videoingni montaj qilib beraman, sen esa aynan menga mahsulotlarni gapirtirib berasan va birgalikda ishlab, aynan topgan pulingizni bemalol o'rtada bo'lib olishingiz mumkin. Shunday holatda juda ko'p kishi ishlaydi va bu juda oson. Ya'ni siz promptlar, videolar chiqarib o'tirmaysiz. Agar siz montaj qilishni bilsangiz, bemalol mana shu montaj qilib berishingiz mumkin bo'ladi. Yoki-da nabarot, umumiy holatda tushundingiz. Ya'ni siz bemalol rasmlarni, bemalol videolarni animatsiya va generatsiya qilishingiz mumkin va bu mutlaqo tekin. Uchinchi aynan yo'nalish, aynan daromad topishning yo'nalishi bu alohida kollaboratsiya qilish. Ya'ni siz biron bir ishni bilasiz va sizga biron bir sherik kerak va birgalikda yaxshi daromad qilishingiz mumkin. Endi esa 4-eng oson yo'nalishni men Telegram kanalimda batafsil ma'lumotini berganman.